İslam ziyalılığı hakkında qayta oylanish. Abduri Erkin Sıdıq. Mən 2015-yil kuzda chet ellarda sayohat qilish jarayonida Misrda o'qiyotgan va u yerda burun o'qib boqqan bir qancha inilarimiz bilan ko'rishdim. Ularning deyishicha, hozir Misrda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarning soni 2000 dan 3000 gacha chiqadi ekan. Ulardan boshqa hozir Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi, Malayziya va Pokiston qatorliq boshqa musulmon ellarda o'qiyotgan hamda Uyg'ur diyoridagi diniy institutda o'qiyotgan o'quvchilar bo'lib, oliy maktablarda islom dini bilan munosabatli kasblarda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarning sonimi va Uyg'ur diyorida imom, mollam qatorliq diniy o'limalik rolida xizmat qilayotgan kishilarimizmi oz emas. Shundaqla dinni o'zligidan o'rganayotgan qarindoshlarning sonimi xeyli ko'p. Ularning hammasi millat uchun bir qimmatli boylik bo'lib, biz hammamiz ularning hozir va kelgusida o'z rolini unumlik va to'liq joriy qildirishini umid qilamiz. Yuqorqida xizmatlardan boshqa o'zini bir musulmon hisoblaydigan kishilarning hammasi cho'qim o'zlarining ashu musulmonlik burchini qandaqroq o'rinlab ketayotganligini bilib boqqisi keladi. Men Yasir Qazi bilan O'yg'onning leksiya dokladlarini anglash jarayonida hozir musulmonlar dunyosidagi diniy ziyolilarning bilim qurilmasi jihatda yangi ehtiyojlardan ancha chiqolmayotganligi, ularning hozirgi zamonga ancha moslasholmayotganligi, fanni ziyolilar bilan odatdagi musulmonlar bo'lsa yetarlik saviyadagi diniy bilimlarga ega emasligi. Shuning bilan bir qism yangi masalalar tug'ilayotganligi haqidagi mazmunlarni angladim. Hozir o'rganish va izdinish bosqichida turayotgan qarindoshlarimiz uchun bu bir intayin muhim masala bo'lg'achqa, men ularning yo'lini to'g'ri tanlashiga yordam qilish hamda boshqa barliq qarindoshlarni bir qism yangi tushunchalar bilan ta'minlash maqsadida mazkur yozmani tayyorlashni qaror qildim. Mening bu qitim tunishtirdig'inim Yasir Qazining bir qitimliq Shimoliy Amerika musulmonlar qurultayida so'zlagan nutqi bo'lib, uning temasi islomdagi ma'rif ustida qayta o'ylanish. Musulmon ziyolilarning miroslarini qaytadan o'zgartish ekan. Bu dokladning uzunligi 21 minut bo'lib, u 2014-yil 23-oktyabrda to'rlarga chiqarilibdi. Tövəndikisi Yasir Qazi dokladining asos mazmunlari. Maqoladagi kichik temalarni men o'zim qo'ydim. Agar maqolaga o'zimning ko'z qarashlarini kirgizmoqchi bo'lsam, uni bir ilova shaklda qistirib qo'yman. Birinchi, Qur'ondagi o'qig'in, ya'ni iqror degan oyatlar. Hammamizning xabarda bo'lgandek, Qur'onning nozil qilinishi mundaq 5 oyatdan boshlangan. Yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. U insonni lahti qondan yaratdi. O'qig'in. Parvardigoring eng keramlikdir. U qalam bilan, ya'ni xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Arab tilida iqro degan so'zning 2 ma'nosi bor. Birinchi ma'nosi bo'lsa, bir kitobdan o'qish.
ikkinchi ma'nosi bo'lsa, yodlab olgan narsani deyish. Farishta Jibril alayhissalom Hira g'origa kelib, payg'ambar alayhissalomga "Iqro" deganda, payg'ambar alayhissalom u so'zning faqat birinchi ma'nosini biladigan. Shuning bilan u "Men xat o'qimayman. Shunga qandoq o'qiyman?" deb so'raganda, Jibril alayhissalom "Men sizni kitobdan o'qing" demidim. Siz Allohdan tushgan oyatni bevosita o'qiysiz. Siz Allah nazil qilgan oyatlarni bevosita o'qib berguchi bo'lasiz. Siz Allohning bilimlarini kishilarga yetkazib berguchi bo'lasiz degan. Yuqoridagi 5 oyatda "Iqro" degan so'z 2 qatim ishlatilgan. U birinchi qatim ishlatilganda yuqorqidek ma'nolarni bildirgan. Ikkinchi qatim ishlatilganda bo'lsa, kitob o'qig'in, chunki Alloh eng keramlikdir degan yerda ishlatilgan. Birinchi qatim Allohdan bevosita tushgan bilimlarni ovoz chiqarib o'qig'in degan bo'lsa, ikkinchi qatim Allohdan tushgan bilimlarni vositalik o'qig'in degan. Nima uchun Alloh eng keramlikdir deyiladi? Chunki u insonlarga qalam ishlatishni o'rgatgan. İnsanlarga burun bilmagan bilimlarning ma'nosini o'rgatgan. Muhammad alayhissalomning deyishicha, insonlarning ichida tunji qatim qalam bilan xat yozgan kishi Idris alayhissalom ekan. Agar qalam bilan xat yozishni Idris alayhissalomga Alloh o'rgatmagan bo'lsa, insonlar og'izdan chiqqan ovozni qalam bilan yozishni bilmagan bo'ladi. Qur'onda deyilishicha, Alloh Nuh alayhissalomga kimyo yasashni o'rgatgan. Agar Alloh Nuh alayhissalomga o'rgatmagan bo'lsa, biz kimini qandoq yasashni bilmagan bo'lardik. Alloh İbrahim alayhissalomga to'mirning shaklini qandoq o'zgartirishni o'rgatgan. Agar Alloh shunday qilmagan bo'lsa, biz undaq bilimni bilmagan bo'lardik. Amaliyotda Alloh Odam alayhissalomga qandoq gap qilishni o'rgatgan. Agar Alloh undaq qilmagan bo'lsa, biz xuddi hayvonlardek g'ingshib yurib, bir-birimiz bilan aloqa qilishgan bo'lardik. Demak, bizning bilimlarimiz faqat Allohdan kelgan. Ammo bilimning ikki xili bor. Birinchi xildagi bilimlar nazil qilingan, ya'ni muqaddas bilimlar, shariatdagi bilimlar, axloqiy bilimlar, Qur'on va sunnatdagi bilimlardir. Ikkinchi xildagi bilimlar dunyoviy bilimlar va dinga tava emas bilimlardir. Bu ikki xil bilimlarning har ikkisi faqat Allohdan kelgan. Ammo biri bevosita, yana biri bo'lsa vositalik kelgan. Ikkinchi xildagi bilimlar bo'lsa, bizning tushunib olishimizga, xatoliklarımızdan o'rganib olishimizga bog'liq. Shunlashqa ilm fan davomliq o'zgarib turdi. Eng dastlabida musulmonlar bilimning mushundoq ikki xili borligini tushungan. Musulmon ummatlari bu ikki xil bilimlarga bir-biridan ayirib turib muomala qilmagan. Bizning xabarimizda bo'lganidek, o'rta asrda katolik cherkovlari u bilimlar faqat oq so'ngaklarga tava, fuqarolar ilm fan o'rganmasimi bo'ladi, fuqarolar fizika o'rganmasimi bo'ladi, fuqarolar astronomiya o'rganmasimi bo'ladi deb qaragan. Ammo
Bizning ummatlarimizda undaq cheklimlar hargizmi mavjud bo'lmagan. Chunki biz o chaqda shu bilimlarning hammasining faqat Allohdan kelganligini, mayli u Qur'ondagi bilimlar bo'lsin yoki u mushu dunyo haqidagi bilimlar bo'lsin, ularning hammasining faqat Allohdan kelganligini tushungan edik. Shuning uchun bizning madaniyatimiz mayli islom diniy jihatdan bo'lsin yoki ilm fan jihatdan bo'lsin, har ikki jihatdan gullangan edi. O chaqda biz bu ikki xil bilimlar o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'qligini tushunib yetgan edik. Ammo agar biz oldingi 100-150 yilga yoki 400-500 yilga qarab baqadigan bo'lsak, shu zamonlarda musulmonlar izchil turda chekinib manganligini bayqaymiz. Bu haqda qilsaq gapbak ko'p. Ammo uningga bugun vaqt yo'q. Shunglashqa men bu yerda faqat birla selishtirma ustida to'xtalaman. Bizning diniy bilim ahillarimiz bor. Masalan, ulamo, imom va mollam qatorliqlar. Bizning fanniy bilim ahillarimiz bor. Masalan, injenerlik, meditsina, matematika, binokorlik va millatshunoslik bilan shug'ullanganlar. Klassik islomda birinchidan din bilan fandan iborat ikki qutbga bo'linish yuz berib baqmagan. Ikkinchidan, yuqoridagi ikki xil bilim ahllari o'rtasida surkilish mavjud bo'lib baqmagan. Men bilimning yuqorqidek ikki sohaning har ikkisida o'qib baqdim. Mening ximiya injenerlik kasbida bir unvonim bor. Mening Madinada erishgan unvonlarim bor. Hamda mening Amerikadagi Yale universitetida erishgan unvonim bor. Men har ikki sohada o'qib baqqan bo'lg'achqa, ularning birsiga yon bosmayman. Mening fizika, insonshunoslik, ximiya va injenerlik kasblarida qo'shimcha unvonlarim bor. Shunglashqa men bilimning heliqi ikki sohasining har ikkisini tushunaman. Shunglashqa men bu yerda ochiq oshkora va samimiylik bilan gap qiladigan bo'lsam, hozir bilimning ikki sohasidagi kishilarning har ikkisida nihoyatda ig'ir masala mavjud. Ulamolar va dunyoviy fanlar bilan shug'ullanganlarning har ikkilisida ig'ir masalalar mavjud. Men tuvanda bir qism masalalarni ko'rsatib o'taman. Maqsadim hammamiz birlashib, ularni hal qilish, choralarini tepib chiqish. Ikkinchi, diniy ulamolarning fanniy bilimlarni o'rganmaslik masalasi. Men bizning ulamolarimiz, imomlarimiz va diniy ziyolilarimizga yuksak darajada hurmat qilaman. Men o'zimmo shularning ichidagi bir a'zo. Agar gapni shulardan boshlasak, ulardagi eng cho'ng masala ularning mushu dunyoning ilm fanlari haqidagi biladiganining intayin oz bo'lishidan iborat. Ularning biologiya, ximiya, fizika, matematika, hozirgi zamon dunyosi va siyosat qatorliq sohalarda hech qanday bilimi yo'q. Shunglashqa ular ba'zida intayin dot fatvolar va diniy kesimlarni chiqirdi. Ular ba'zida intayin qaloq ishlarni qilib, bizning ichimizni siqib o'tadi. Ichimizni echishtirib o'tadi va bizni ularni tanqid qilishga majbur qiladi. Ular ba'zida o'rta maktab va oliy maktab o'quvchilarini biladigan ishlar haqida intayin g'alati fatvolarni chiqarib, tabiiy fan sohasida o'qigan kishilar uchun nihoyatda tushunishli bo'lgan intayin ko'p ishlarga qarshi chiqadi.
hamda boshqalarni nihoyat osonla tanqid qiladi. Tanqid qilish haqiqatan oson. Ammo biz boshqalarga til tekkizishdan burun o'zimizdan mundaq bir savolni so'rab boqaylik. Nima uchun bizning diniy ziyolilarimiz hozirgi zamon ilm fanlaridan ashundaq darajada xabarsiz? Agar biz klassik ziyolilarimizga qarab boqadigan bo'lsak, bizning o'rta asrdagi islom darsliklarimizga qarab boqadigan bo'lsak, bir odam matematikani o'rganmay turib olim bo'lolmaganligini, astronomiya, biologiya va meditsinani o'rganmay turib olim bo'lolmaganligini bayqaymiz. Uning bir misoli Ibn Taymiyadir. Ular bir doktor unvoni bor kishiga munosib saviyadagi bilimlarga ega bo'lgan emas. Ammo ular ko'plagan sohalarning asosiy bilimlarini egallagan. Ondan fatvo chiqargudek salohiyatga erishgan. Ular bir sohada mutaxassis darajasigacha o'qimagan. Ammo ustidan fatvo chiqarmoqchi bo'lgan narsaga oid asosiy bilimlarni egallab, ondan shu narsa ustidan fatvo chiqargan. Ilova. Men 2014-yil 2-oyda torlarga imamlar musulmonlarning Marsda yashashini cheklaydigan fatvo chiqadi degan temada bir yozma yo'lladim. Oningda Gollandiyadagi bir shirkat kelgusida bir qism odamlarni Marsga chiqarib yoshitib boqmoqchi ekanligini, oningga qarta Arab Birlashma Xalifaligidagi bir guruh imomlar musulmonlar Marsga berib yashasa bo'lmaydiganligi haqida bir fatvo chiqarganligini xabar qilib yozdim. Gollandiyadagi u shirkatning hozirgi plani tunji qatimliq odamlarni 2026-yili Marsga chiqarish ekan. U ish cho'qim bo'lamdi yo'q, hozircha bir narsa degil bo'lmaydi. Agar rasmiy bo'ldi degandimi, mening farzimcha eng dastlabida Marsga 10 dak odamni chiqarish mumkin. Ularning ichiga biror musulmon kiralamdi yo'q, umma texi aniq emas. Meningcha Marsga odam chiqarildi degan xabar chiqib bo'lguncha bir guruh imomlarning yuqorqidek fatvo chiqarishi musulmonlarning yuzini to'kadigan bir kulkilik ish bo'lib, bu ish Yasir Qozi yuqorida tilga olgan ahvolga bir misol bo'la oladi. Yana bir misol. Bizning bir tuqqanimiz intayin dindor bo'lib, 2 o'g'lini mollamlarga o'quvchilikqa berib etib, faqat din dil o'qitdi. O'zi va ayoli haj qilib kelib, hojim bo'ldi. Men o tuqqanimizga o'zim o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtimdan boshlab toki yaqinqi yillargacha yer sharining shakli yumaloq deb uni qat'iy qoyil qilolmadim. U tuqqanimiz o'tgan yil olamdan o'tdi. Yotgan yeri jannatda bo'lg'ay. Agar biz hozirgi zamon islom institutlarining hammasining darsliklariga qarab boqadigan bo'lsak, umumlashtirib aytganda, ularning hammasi gunohkor ekanligini bayqaymiz. Madina, Azhar va boshqa joylardagi islomiy institutlarning mutlaq ko'p qismi faqat diniy darsliklarni o'tadi. Fanniy bilimlarni bo'lsa qat'iy o'tmaydi. Biz o'tadigan darslarda ig'ir masalalar bor. Ilova. Men 2014-yil din va zamonaviylik degan temada bir parcha maqola yozgan bo'lib, men tex o'qib boqmagan qarindoshlarga shu maqolani bir qatim o'qib beqishni tavsiya qilaman. Sababi o maqolada mazkur maqoladagi mazmunlar bilan munosabatlik xeyli ko'p mazmunlar bor. Bo'libmi
Mən dünyanın hər qaysı joylaridagi islom universitetlərində o'qiyotgan ukalarga mushu ikki parcha maqoladagi mazmunlarni obdan o'zlashtirib olib, o'zlarining kelgusi haqida qattiq o'ylanib beqishini tavsiya qilaman. Agar siz kelgusida bir diniy yetakchi bo'lmoqchi bo'ladi ekansiz, u ishni unumli qilish uchun cho'qim Yasir Qazi va o'yg'onlar mangan yo'l bilan o'xshash yo'llarni mang'aningiz yaxshi. Ya'ni sharqdan o'qib, g'arbdan o'qishingiz, dindan o'qib, fandan o'qishingiz kerak. Bizda hozir islom universitetlarida o'qiyotgan ukalardan necha ming kishi bor ekan. Ularning ichidan 5-10 nafar Yasir Qazi va o'yg'onlar yetishib chiqsa, ular Uyg'urlarning nayt qimmatli boyliqiga aylanadi. Tövendikisi mən din və zamanvilik degan maqoladan alğan bir abzas məzmun. Naql. Sual. Sizning o'qish tarixingiz nayt boshqacha. Şuna siz aşındaq o'qib toplagan bilimlarni hozirgi zaman musulmonlarga yetkazishni o'zingizning majburiyati deb qaramsiz? Javob. Shundaq. Mən onu yalğız mening üstümgə yüklangan majburiyat deb qarayman. Buning sababi G'arbning ilm fanlarini o'rgangan ulamolar asosan yo'q. G'arbda islom tadqiqoti bo'yicha doktorlikda o'qiyotgan o'quvchilar musulmonlarning an'anaviy bilimlaridan asosan xabarsiz. G'arbdagi islom tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan professorlarning mutlaq ko'p qismi musulmonlarning an'anasiga ancha sodiq emas. Men bir odam musulmonlarning an'anasiga nayt sodiq bo'lib turib, yana islom tadqiqoti bilanmi shug'ullanib mang'alaydi deb o'ylayman. Buning aksicha, shayx va ulamolarning mutlaq ko'p qismi hozirgi zamon ilm fanlarini o'rganib boqmagan. Shunlashqa ular hozirgi zamondagi musulmonlar orasida mavjud bo'lib turayotgan bir qism masalalar bilan hapilsholmaydi. Masalan, texi oldin qapda bir 20 necha yoshlardagi yosh o'quvchi menga nihoyatda uzun xatdan birni yozib, o'zining islom haqidagi gumonlarini bayon qildi. Bu islom teologiyasiga berib taqiladigan masala. Mening islom teologiyasi kasbi bo'yicha bir magistrlik unvonim bor. Sharqdagi oliy maktablarda o'qigan teologiya ilmi bu yosh bola so'rgan savollarga javob bera olmaydi. Masalan, Madina, Azhar qatorliq musulmon davlatlardagi dangliq oliy maktablarning insonparvarlik va dinsizlik deganga o'xshash temalar ustida dars berishga salohiyat to'shmaydi. Şunu ularning darslarida so'zlandig'ini buningdan 500 yil burun yoki buningdan 1000 yil burun yuz bergan. İslamda talash tartish qilingan masalalar. Mavi guruhi mundaq degan, avi guruhi undaq degandek mazmunlar. Men bu mazmunlarni butunlay qimmati yo'q bir narsaga chiqarmoqchi emasman. Ularningmi o'zlariga tushliq o'rni, o'zlariga tushliq qimmati bor. Mening demoqchi bo'lganim, Amerikada, Angliyada, Kanadada yoki Avstraliyada tug'ilib o'sgan yuqorqidek bir bola buningdan 1000 yil burun mavjud bo'lib baqqan o'xshamagan guruhlarga asroqmi qiziqmaydi. Uning ko'ngil biladiğini Manga hozir biologiya darsida darvinizmlikni o'tyapti. Biologiya darsi bizni burunqi hayotliklarning shaklidan taraqqiy qilib bugünkidek holatga kelgan deydi. Buni qanday tushunish kerak deganga o'xshash masalalar. Tadrijiy taraqqiyot ilmi
boshqa hamma fanlarga o'xshash bir nihoyatda mukammal fan. Ammo Qur'onda Odam bilan Havvo jannatdan tushgan deyiladi. Shunga yiliqi yosh bola o'zining bu ikki gapning qaysisiga ishonishni bilolmaganligini aytibdi. Hozirgi zamon ilm fanlarini o'rganib boqmagan bir diniy zot uchun bunday savollarga javob berish bir oson ish emas. Shaxsan men o'zim Darwinizm hozirgacha ilib berilgan tadqiqotlardanmi jiq ko'p bo'lgan tadqiqotlarni ilib berishni talab qiladi deb o'ylayman. Naql tugdi. 3. Eng aqlli kishilarimizni dinda o'qitmaslik masalasi. Bizdagi yana bir masala, biz madaniyatimizning bir qismi sifatida o'zimizning ichidagi eng aqlli kishilarni islom ziyoliligida o'qishga mangdurmaymiz. Hozirgi amaliyat shuki, bizdagi eng yaxshi va eng aqlli kishilar islomda o'qishni xohlamaydi. Ular injenerlik va dorigarlikka o'xshash kasblarda o'qish yo'lini tanlaydi. Agar ota-onasi bir oz yangilikqa moyil kishilar bo'lsa, bolalarning insonshunoslikka o'xshash kasblarda o'qishiga yo'l qo'yish mumkin. Ammo musulmon ellardan kelib Amerikaga yerlashgan o'tir hol va yuqori turmush saviyasidagi musulmon ota-onalar o'z bolalarining o'tir sharqdagi biror islom universitetlarida o'qishiga qat'iy yo'l qo'ymaydi. Burunqi bir vaqtlarda musulmonlar ichidagi eng aqlli kishilar islom ziyoliligida o'qigan. Islom ziyoliligi degan nima? U bir advokatlik. Faqih degan amaliyotda bir advokatdan iborat. Islom qonunlarini qandoq ijro qilish kerakligini belgilab beradigan advokatdan iborat. Siz faqih o'rgansangiz, bir advokat bo'lasiz. Bir professor bo'lasiz yoki bir shayx bo'lasiz. Shayx degan nima? U bir professordan iborat. Siz advokat, professor degan gaplarni anglasangiz, ko'nglingizda u kishilarga darhol bir xil hurmat tuyg'usi paydo bo'ladi. Ammo olim va imom degan gaplarni anglasangiz, ko'nglingizda ularni ancha ko'zga ilmaslik tuyg'usi paydo bo'ladi. O kishilarning bizning ko'nglimizdagi qimmati bir damdili tushib ketadi. Mushundaq ahvol ko'rilgili hozir 150 yildak vaqt bo'ldi. Uningdan burun biz o'zimizdagi eng yaxshi kishilarni islomda o'qishga mang'uzgan edik. Hozir musulmon yoshlar orasidagi 90 nomerdan yuqori elib o'qiganlar doktor bo'ladigan kasblarda o'qiydi. 80 nomerdan yuqori elib o'qiydiganlar injenerlikda o'qiydi. 70 dan yuqori elib o'qiydiganlar buxgalterlik yoki shuningga o'xshash kasbda o'qiydi. Faqat normal o'qishda mag'lub bo'lganlar yoki 70 dan tuvan nomer elib o'qiganlar islom maktablariga berib o'qiydi. Men mushundaq ahvoldagi davlatlardan xeyli ko'plarini bilaman. Islom maktablarida o'qigan ashundaq kishilar o'qish bitirib, fatvo chiqarg'il tursa va hozirgi zamon ishlari haqida so'zlagil tursa, u holda injenerlik, siyosat va boshqa oliy darajalik o'qishda o'qigan kishilar hiyliq fatvochilarga nisbatan xudo, bu nerdan kelgan kishilardir deb beshini qashlamay qolamdi. Bu bir hech qandaq hayron qoldigan ish emas-ku. U odamlar boshqa yerdan kelgan emas. Ular o'zimizning ichidan chiqqan. Siz islom maktablariga kirib o'qimag'achqa, ular kirib o'qigan.
Mening islomda o'qishimga ota-onam sababchi bo'lgan emas. Ularni mendan davomliq injenerlik yoki dorigarlik kasbida o'qishni talab qilgan. Şoңлашқа мен дәсліпіде химия инженерлік кәсіпіде бір бакалаврлық унваны алған. Андан дадамға: Мен сіздің тәліпіңізні орынлап болдым. Мен әмді бір чоң адам болдым. Шоңа әмді өзім қалған ішіні қылсам болайверді, дедім. Хәмді Мәдинеге беріп, дінді оқыдым. Mening bu yerda demoqchi bo'lganim, agar biz eng aqlli kishilarni islom maktablariga avatib o'qitmasak, uning natijasi qanday bo'lmoqchi? 4. Islom ziyoliligiga berilgan ijtimoiy salohiyatning tuvanligi. Siz o'zingiz bilan bir yerda yashaydigan yerlik imomga qanday qaraysiz? Siz masjidda uningga hurmat qilasiz. Uchrashganda uning bilan qo'l elishib ko'rishsiz. Buningda gap yo'q. Ammo o masjid siz uchun mening balam kelgusida shu yerda ishlab qolsin bo'ptikan deb o'ylaydigan bir esil institut emas. Siz yerlik imomlarga al-qatorda muomala qilib normal hurmatni bildirsiz. Ammo sizning balangizning kelgusida shu imomlardek bo'lishini xohlamaysiz. Bizning madaniyat jihatdagi realligimiz shuki, biz islom ziyoliligiga hurmat qilmaymiz. Uning sababi hozirgi islom ziyolilari biz umid qilgan darajada tarbiya ko'rgan emas. Ular hozirgi dunyo bilimlaridan biz umid qilgandek darajada xabardor emas. Shuning bilan bizda bir salbiy halqsimon aylanish jarayoni shakllandi. Ya'ni diniy ziyolilarning saviyasi davomli tuvan turganlikdan, ularning o'rni yoki salohiyatimi davomli tuvan turdi. Shuning bilan siz o'z bolalaringizning islom ziyoliligi kasbi bilan shug'ullanishini xohlamaysiz. Bu halqsimon jarayon buzib etilishi kerak. Allohga shukr. Hozir Shimoliy Amerikada mushu jihatdagi yaxshilanishlar ko'rilishga boshladi. Bir qism aqlli yoshlar islom ziyoliligi sohasiga kirishga boshladi. 5. Pənçilərinin dini bilimlərinin az bo'lishi. Əmdi dunyoviy bilim sohalaridagi kishilarimizga qarab baqadigan bo'lsak, ularning ichidagi eng yuqori unvonga ega kishilarmi eng asosiy diniy bilimlardan xabarsiz ekanligini bayqaymiz. Ba'zi kishilar 20-25 yil o'qib, ondan bir doktorlik unvoniga ega bo'ladi. Shunchalar ko'p kitoblarni o'qib, tugitib, ondan bir doktor, bino loyihalaguvchi yoki injener bo'ladi. Ammo ular tahorat elishning to'g'ri usulini bilmaydi. Tahoratning qanday vaqtda buziladiganligini bilmaydi. Men Amerikadagi oliy maktabda o'qiyotganda darslik kitoblarimning hammasini karotimning bir tarafiga do'ylab qo'yatdim. O'qish bitirdiganda qarsam, men necha döve kasbiy darslik kitoblarini o'qib tugitib bo'ptiman. Hamma darslarda ay ilib, ya'ni a'lochi bo'lib o'qibdiman. Ammo Qur'onga kelganda men bir joyil ekanman. Qur'on haqida hech nimani bilmaydiganman. Uning bilan o'zimdan qattiq nomus qildim. Ko'nglimda men hozirgacha shunchalar ko'p narsalarni o'rganib bo'ptiman. Ammo o'zimning dini haqida hech nimani bilmaydiganman. Bunda qilishim to'g'ri emas deb o'yladim.
Ашындақ идея менің шу вақытта dini оқышны башлашымға түрткі болды. Менің демекші болғыным, siz dinda o'qib bir olim bo'lmagan taqdirdimi bir jahil bo'lib turib qolmang. Din haqida ozroq o'rganib qo'ying. Tarat elishni, namoz o'qishni va zakot berishni o'rganib qo'ying. Haj haqidagi asosiy bilimlarni o'rganib oling. Aqida haqidagi asosiy bilimlardan xabardor bo'lib turing. Burunqi zamonlarda madrasada o'qigan o'quvchilar dastlabida islom dinining asosiy bilimlarini o'rganib, ondan fanniy bilimlarni o'rganib, doktor, injener qatorliq har xil fanniy kasblarga kirgan. Undaq sistema allaqachon amaldan qoldi. Shuning bilan hozir kishilar ilm fanda nihoyat yuqori unvongacha o'qiganlar bo'lib yetishayotgan bo'lsa-mu, dinga kelganda bir jahil bo'lish holatida turib qelyotadi. 6. Islom ilmini ko'zga ilmaslik masalasi. Biz hozir diniy ulamolarning ziyolilik salohiyatiga hurmat qilmaslik, ziyolilik nuqtasidan ularni ko'zga ilmaslik bilan billa islom ilmigimi bir to'van darajalik narsa sifatida muomala qiladigan bo'lib qoldik. Islom ilmi degan o'zi o'rganib olsimi bo'ladigan narsa deb qaraydigan bo'lib qoldik. Biz islom ziyoliligiga bo'lgan hurmatimizni yo'qotib qo'yganligimiz uchun garchi o'zimiz islom ilmi haqida hech nimani o'rganib baxmagan bo'lsaqmi, o'zimizni islom ilmi bilan shug'ullanishga eng layoqatli kishi deb hisoblaydigan bo'lib qoldik. Hadisdan azroq o'qib qo'yib va Qur'onning tarjimasini azroq o'qib qo'yibla islom aqidasi va islomiy axloqqa oid masalalarda biz o'zimiz hukm chiqarmoqchi bo'lamiz. Bu Shimoliy Amerika ma'rifidagi eng xatarlik ishlarning biri. Biz islom bilimlari bak oddiy bilimlar. Ularni faqat o'zimiz kitob o'qish orqali yoki internetda izdanish orqali o'rganib olib, diniy ziyoli bo'la olamiz deb o'ylaymiz. Men Amerikaning Houston shahridagi bir oliy maktabda ximiya injenerlik kasbida eng a'lochi o'quvchi bo'lib o'qib, bakalavrlik unvoni oldim. Ondan Madinaga berib, hadis kasbida bakalavrlik unvoni oldim. Men Alloh oldida qasam qilamanki, injenerlik unvoni elish bilan selishtirganda, men hadisda bakalavrlik unvoni elish uchun kam deganda 5 hassa qattiq tirishib o'qidim. Jami 4 yil. Har mavsumi 25 dan dars tanlab o'qidim. Shunda qilib turibmi, ba'zi pallarda egillagan bilimimiz intayin tez bo'lib qoldi. Şunlaşqa mən İslam ziyaliliqi salayetiga erishishning qandaq ish ekanligini o'zimning sarguzashtlari bilan obdan bilaman. İslam ziyaliliqi salayetini qo'lga keltirish, injenerlik, binokorlik va dorigarlik qatorliq fanniy sohalarning kasb ahli bo'lishdan tasrak o'rinda turdiki, hargizmi uningdan asarroq o'rinda turmaydi. Siz bir qancha parcha kitobni o'qib qo'yibla, bir bino loyilagicha bo'la olmaysiz. Bir qancha kitobni o'qib qo'yibla, bir menga operatsiya doktori bo'la olmaysiz. Internetda azroq izlanib qo'yibla, bir kasbning ahli bo'la olmaysiz. Bir qancha kitobni o'qib qo'yibla, islom va islom ziyoliligi ustida gap qilish texim xatarlik. Qisqasi, ba'zi kishilar bir qism fanniy bilimlarni egallabla, o'zlarini islom ziyoliligi haqida gap qilishga salohiyati to'shadigan kishilar hisoblaydi.
Mana bu bizde saqlanıvatqan yana bir mesele. Eğer siz bir injener bolsanız, siz hergizmo doğrugarlik haqida gap qila olmaysiz. Eğer siz islom ilmini o'rganib baxmagan bolsanız, islomga oid ishlarda o'zingiz hukm chiqarmay, islom ilmida tarbiya ko'rgan kishilarning qishig'i berib, maslahatni shulardan eling. Bizning umidimiz har bir injener, har bir doktor va har bir advokat bir normal musulmonlik hayotini kechirishga zarur bo'lgan islom bilimlarini o'rganib olish. Shuning bilan birga har bir olim, har bir faqih va har bir ulamo mushu dunyo haqida yetarli darajadagi bilimlarni egallab, hozirgi zamon dunyosidagi ishlar haqida kulkilik fatvolarni chiqarib qo'yishdan saqlanish. Hozir mushundaq bir g'oyani amalga oshirish yo'lida tirishchanlik ko'rsatayotgan nurg'un institutlar bor. Men shularning birisida, ya'ni Al-Mag'rib institutida ishlayman. Mushu yerda o'ltirgan boshqa bir qancha ziyolilarmo menga o'xshash ishlarni qilyotidi. Biz hammamiz saqlanayotgan masalalarning nima ekanligini tushunamiz. Allah buyursa, biz ashu masalalarni asta-asta hal qilib, ikki ziyolilar to'pi orasidagi bo'shliqni to'ldiramiz. Shundaqdimi qat'iy ta'kidlab qo'ymasak bo'lmaydigan bir ish shuki, ashundaq g'oyani amalga oshirishda ikki ziyolilar to'pining har ikkisi o'rtaq tirishchanlik ko'rsatmasi bo'lmaydi. Har bir taraf o'zlari xato qilayotgan ishlarni tepib chiqib, ikki taraf o'zaro yordamlashib, ashu masalalarni hal qilmasa bo'lmaydi. Allah bizni dinimizni va fanniy bilimlarni egallashga nasib qilsin. Payg'ambar alayhissalom bizga Allohga duo qilganda uningdan o'zimizning ilmini davomli o'stirib berishni talab qilishni tapilgan edi. Biz hammamiz Allohdan o'zimizning ilmini o'stirib berishni tilayli. Yasir Qozining doklati mush yerda oxirlashdi. 7-oxirgi so'z. Bizning shundaq bir zamonimiz bor bo'lgan. O chaqda bilim mash'ilini eng oldida ko'tarib manganlar islom ziyolilari edi. Dunyodagi ziyolilikning nur chechib turgan misolimi islom ziyolilari edi. O chaqda mushu ummatning ziyolilari fanniy bilimlar bilan diniy bilimlarni tang egallab bo'lib, butun dunyodagi liderlar diniy bilim bilan fanniy bilim sohasining har ikkisida musulmon ziyolilarini ulgu qilgan edi. Yuqoridagisi men bu qitim foydalangan sin hujjati bor tor betiga yozilgan bir qancha jumla so'zning tarjimasi. Yuqoridagi mazmunlardan ko'rib olganimizdek, Allohdan tunji qatim tushgan 5 oyatning ichida o'qig'in degan so'z 2 qatim ishlatilgan. Оның birinchisi musulmonlardan diniy bilimlarni o'rganishni talab qilgan. Ikkinchisi bo'lsa musulmonlardan fanniy bilimlarni o'rganishni talab qilgan. Shundaq bo'lg'achqa toki yaqingacha, ya'ni 100-150 yil burunqi vaqtlargacha musulmonlar bilimlarni diniy bilim bilan fanniy bilim deb ikkiga ayirmay, ikki bilimni tang egillagan. İslam dini ziyolilarimo o'zlarini ashu ikki xil bilimda tang yetildirgan. Musulmonlarning tez suratda orqaga chekinishi buningdan
100-150 yillar burun bilimlarni diniy bilim va fanniy bilimdan iborat ikki xilga bo'lganligi hamda fanniy bilimlarni maktab darsligidan chiqarib etib, ularni nihoyatda ig'ir darajada chetga qoqqanligidan yuz bergan. Shundaq qilib, men o'zimning bir mezgillik izlanishlari orqali islom dinining ilm-fan bilan bo'lgan munosabati, ibodatning haqiqiy va to'liq mazmunlari, layoqatlik musulmon bo'lishning shartlari va diniy ziyolilar bilan fanniy ziyolilarning o'zaro munosabati va ularning o'rtaq majburiyatlari haqida xeyli ko'p bilimlarga ega bo'ldim. Men izchil turda dinimizning bir ulug' din va bir odil din ekanligiga ishonib kelgan edim. Ammo toki yaqinqi mezgillargacha islom dini ilm-fanga zodi qanday qaraydiganligini ancha bilmaydim. Bu qitim ashu jihatda o'zim uchun xeyli yetarlik bilim hosil qildim. Diniy temalarda izlanishni va yezishni boshlagan dastlabki vaqtda o'zim kettirib qo'ygan bir qancha ishnimi to'nib yetdim. Shunglashqa hozir xeyli yeniklab qoldim. Başqa ko'plagan qarindoshlarningmi men hozirgacha tayyorlagan yozmalardan xuddi o'zimdek manfaatga erishgan bo'lishini umid qilaman. Tugidi. 2016 yil 1 yanvar.